Assalomu alaykum, hurmatli GetViza obunachilari. Bugungi jonli efirimiz oshpazlar uchun zo'r taklif deb nomlanadi. Bu albatta o'sha oshpaz akalarimiz uzoq vaqtdan beri kutib turgan vakansiyalardan bittasi. Va bu Litvada joylashgan. Hozir sizlarga Litva haqida bir nechta faktlarni o'qib eshittiraman. Diqqat bilan eshitib savollaring bo'lsa bersalaring bo'ladi. Litva davlati haqida: Yevropa ittifoqi a'zosi, 2004-yildan beri valyutasi yevro, Shengen hududiga kiradi. Bu esa Litvada ishlasangiz boshqa Yevropa davlatlariga ham bemalol sayohat qilish imkoniyatini beradi. Aholisi taxminan 2,8 million kishini tashkil qiladi. Kichik ammo tinch va qulay davlat. Rasmiy tili Litva tili. Bu til dunyodagi eng qadimiy tillardan biri hisoblanadi. Oliy texnologiyalar rivojlangan, IT va startaplar sohasi ham juda kuchli, tabiati go'zal, ko'llar, o'rmonlar va dengiz sohillari bor. Vilnius poytaxti Yevropadagi eng go'zal shaharlardan biri hisoblanadi. Arzon yashash narxlari G'arbiy Yevropaga nisbatan ancha arzon hisoblanadi. Tinch va xavfsiz davlatlardan biri. Jinoyatchilik darajasi juda ham past. Yuqori ma'lumotli aholi, aksariyat yoshlar ingliz tilini biladi. Sovuq lekin chiroyli qish bo'ladi, qorli ob-havo, romantik ko'rinishda bo'ladi. Yevropaning geografik markazi Litvada joylashgan. 14-si yaxshi sog'liqni saqlash tizimi, ishchilarga tibbiy sug'urta taklif qilinadi. Xo'p, xorijlik ishchilarni qabul qiladi, migrantlarga moslashish imkoniyati bor. Litvada oshpazlikda ishlash haqida yana faktlar bor. Oshpazlarga talab juda ham yuqori, ayniqsa xalqaro taomlar tayyorlaydiganlarga ish haqi o'rtacha 900 yevrodan 1500 yevrogacha. Tajribaga qarab bu o'sib boradi. Restoranlar ko'p. Yevropa, Osiyo, italyan, yapon va boshqa uslubdagi joylar bor. Ish joyi shartnomali, rasmiy ravishda kontrakt orqali ishga olinasiz. Ovqat bepul yoki arzon bo'ladi bu. Ko'p restoranlar ishchilar uchun bepul ovqat beradi. Bu tabiiy hol. Yotoqxona taqdim etiladi. Ko'p holatda ish beruvchi yashash bilan ta'minlaydi. Texnologik xarita asosida ishlash, ya'ni reja asosida ishlash, tayyorlash oson o'rgatiladi va bu muhim faktorlardan biri. Texnologik xaritaga asoslangan holda ishlash. Rus tilini bilish foydali. Ko'p restoranlarda rus tilini bilish katta ustunlik keltiradi. Qo'shimcha soatlar uchun to'lov bor, ortiqcha ish uchun alohida bonus haq to'lanadi. Sertifikat shart emas, tajriba va amaliy ko'nikma asosiy rol o'ynaydi. Litva taomlari bilan tanishish, ya'ni bu yangi retseptlar o'z bilimlaringizni boyitishga olib keladi. Yana hamjihat jamoalar haqida gapiradigan bo'lsak, u yerda ko'p millatli ish joylari bor. Hurmat va madaniyat juda yuqori, chunki millat soni ham ko'p. Ish vizasi asosida borilgandan keyin rasmiy hujjatlar bilan kafolatlangan ish ta'minlanadi sizga. Ishni boshlash muddati juda ham tez. Taklif chiqqach o'sha 1-2 oy ichida jo'nab ketish mumkin. Xo'p, endi prezentatsiyamizga qaytadigan bo'lsak, Litva davlatiga boya qaytarib o'tganimdek, oshpazlar uchun zo'r taklif. Oshpaz akalarimiz bo'lsa, diqqat bilan eshitishlaring talab qilinadi. Restoranda oshpazlik bu vakansiya. Tajriba muhim. Pitsa, sushi, steak, salat, xamir, wok, pasta va boshqalarni bilsangiz, bu vakansiya aynan siz uchun. Boya o'sha takrorlaganimdek, o'sha barcha imkoniyatlari bo'ladi. O'sha qo'shimcha bonuslar, yotoqxona. Ikkinchisi, rus tilidagi texnologik xaritalar asosida pishirish. Agar siz
rus tilini biladigan bo'lsangiz, o'sha rus tilida texnologik xaritalar beriladi. Buni oshpaz akalarimiz juda yaxshi tushunishadi. O'sha xaritalar asosida pishirish talab qilinadi. Har bir ovqat uchun aniq retseptlar mavjud. Siz u yerda qiynalmaysiz yoki o'zingizdan nimadirlar yaratib ovqat qilmaysiz. Har bir ovqat uchun aniq retseptlar beriladi. Xo'p, to'rtinchisi sifat, tozalik va sanitariya qoidalariga qat'iy rioya qilinadi. Bu juda ham muhim, chunki restoranlarda yoki shunga o'xshash joylarda albatta bu narsaga amal qilish juda ham qat'iyan nazorat qilinadi va talab qilinadi, chunki restoranda tем более sifat, o'sha tozalik, sanitariya qoidalari zo'r bo'lsa, mijozlar ham bundan mamnun bo'lishadi. Yashash masalasiga keladigan bo'lsak, u yerda yashash erkaklar va ayollar uchun alohida joylashtiriladi. Misol uchun siz mana shu vakansiya bilan ketsangiz, er-xotin ketadigan bo'lsalaring, misol erkaklar va ayollar uchun alohida bo'ladi yoki ayol kishi o'zi bormoqchi bo'lsa, u yerda ayollar uchun maxsus xonalar bor, o'sha xonada joylashtiriladi. Yotoqxona birinchi oy bepul, ish beruvchi o'zi to'lab beradi birinchi oyga, lekin keyingi oydan 200-250 yevro atrofidagi o'sha oyiga pul to'laysiz yoki oyligingizdan olib qolinadi. Chunki mana birinchi oy borib moslashib olguningizgacha sizga ish beruvchi tomonidan, ish beruvchi kompaniya tomonidan bu summa ajratib to'lab beriladi. Keyingi oydan уже siz daromadga kirasiz, 200-250 yevro atrofida pul berib turishga to'g'ri keladi. Yashash joyi yoqmasa, o'zingiz boshqa izlab topib, o'sha joyda turish imkoniyatingiz bor. Boshqa tanishingiz bo'lishi mumkin yo boshqasi bo'lishi mumkin. Bemalol borib o'sha yerda tursangiz bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Talablari 20 yoshdan 45 yoshgacha o'sha oshpazlik sohasida tajribasi bor akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Shartnoma qilishni boshlaymiz. Kamida 1-2 yillik oshpazlik tajribasi bo'lishi shart. Oshpazlik bo'yicha diplom yoki sertifikat bo'lsa yaxshi. Sog'lomlik, o'sha bel sohasida ko'z yoki jismoniy nogironligi yo'q odamlar bo'lsa qabul qilinadi. Talablar shunaqa belgilab berishgan. Misol uchun, nima uchun bel deyishingiz mumkin? Oshpazlar ko'pi turib ishlashadi. Bel sohasida muammo bo'lmasligi kerak. O'sha ish qilayotganda, ish vaqtida sizga xalaqit bermasligi kerak bu narsa. Ko'z, zreniya yaxshi bo'lishi kerak yoki o'sha jismoniy nogironligi yo'q bo'lishi kerak. Albatta ishga xalaqit bermasligi uchun. Xo'p, javobgarlik, toza ish uslubi, zararli odatlarsiz bo'lishi kerak. O'sha zararli odatlar deganda o'sha sigaret chekish yoki nimadirlar chekish. Toza ish uslubi bu sal akkuratliroq bo'lishi kerak, chunki tozalikka u yoqda juda ham qattiq qarashadi. Va javobgarlik oshpaz akalarimiz juda yaxshi tushunishadi. Menimcha bunga uni ko'p to'xtalib o'tish keragi yo'q. Xo'p, yangi kirganlar bor ekan. Hozir boshqatdan yana bir marta ogohlantirib o'taman. Litvada oshpazlik ishlash haqida o'sha yana ma'lumot bering deb so'rashibdi. Oshpazlarga talab yuqori, xalqaro taomlar tayyorlaydiganlarga ayniqsa ish haqi o'rtacha 900 yevrodan 1,5 ming yevrogacha, tajribaga qarab o'sib boradigan oylik. Restoranlar ko'p, Yevropa, Osiyo, Italyan, Yapon va boshqa uslubdagi joylar bor. Ish joyi shartnomali, rasmiy ravishda kontrakt orqali ishga olinadi. Ovqat bepul yoki arzon bo'ladi u yerda. Yotoqxona taqdim etiladi. Texnologik xarita asosida ishlash, reja asosida tayyorlash va oson o'rganiladi. Rus tilini bilish foydali. Ko'p restoranlarda rus tilini bilish katta ustunlik olib keladi. Smenali ish bo'ladi. Haftasiga 5-6 kun, 8-10 soatdan. Qo'shimcha soatga to'lov bor.
ortiqcha ish uchun alohida haq to'lanadi. Sertifikat masalasi u bo'lsa yaxshi. Litva taomlari bilan tanishish, yangi retseptlar bilimlaringizni boyitishga sabab bo'ladi. Hamjihat jamoalar, u yerda ko'p millatli odamlar bor, hurmat va madaniyat yuqori darajada, ish vizasi asosida boriladi, rasmiy hujjat bilan kafolatlangan ish hisoblanadi. Ishni boshlash muddati o'sha taklif chiqqach 1-2 oy ichida jo'natish mumkin. Xo'p, restoranda oshpazlik nimalar muhim? Tajriba muhim. Pitsa, sushi, steyk, salat, xamir, wok va pasta va boshqalar o'sha bilish talab qilinadi. Xo'p, rus tilidagi texnologik xaritalar asosida pishirish, boya aytganimdek, bu ham juda ham muhim. Reja asosida tayyorlash. Har bir ovqat uchun aniq retseptlar mavjud. Sifat, tozalik va sanitariya qoidalariga qat'iy rioya qilinadi. Xo'p, ketish muddati qancha? Men Turkiyada tajribam bor. Firma to'lovi qanaqa? Aka, firma to'lovini juda ko'pchilik berdi. Hozir prezentatsiya oxirida e'lon qilamiz. Xo'p, keyingisi yashash, boya takrorlaganimdek, erkaklar va ayollar uchun alohida joylashtiriladi. Birinchi oy bepul, ish beruvchini o'zi to'laydi. Keyinchalik 200-250 yevro oyiga siz to'laysiz. Agar yoqmasa yashash joyi, o'zingiz boshqa joydan kvartira izlab yoki yotoq joy izlab, boshqa joyda turish imkoniyatingiz bor. Bu yana qulayroq bo'ladi agar o'zingizga tanishingiz bo'lsa. Talablari 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'ladi. Kamida 1-2 yillik oshpazlik tajribasi bo'lishi shart. Oshpazlik bo'yicha diplom yoki sertifikat bo'lsa yaxshi. Sog'lomlik, ya'ni bel, ko'z yoki jismoniy nogironligi yo'q odamlar bo'lsa, shu to'g'ri keladi. Javobgarlik, toza ish uslubi, zararli odatlarsiz bo'lishi shart. Xo'p, ish jadvali haqida tanishtirib o'taman. Eng muhim joylardan biri ish jadvali grafikka qarab 4 kunga 3 kun, 5 kunga 2 kun, 6 kunga 1 kun holatda bo'ladi. Smena 11-13 soatni tashkil qiladi. Bir oyda minimal 168 soat ishlaysiz. Xohlovchilar 190 soatdan 220 soatgacha ishlashlari mumkin. Stavka 5 yevro soat netto, akalar tushunsa kerak, netto holatida bo'ladi. 3 oy sinov muddati. Sinovdan keyin ish haqi oshirish imkoniyati bor. To'lov oyiga 2 marta bo'ladi. Ko'p joylarda shunaqa. Avans olasiz va asosiy oylikka olasiz. Birinchi oy avans berilmaydi, chunki siz birinchi oy sinov muddatida bo'lasiz. Kamiga sizga o'sha yotoq pulingizni ular to'lab berishadi. Qo'shimcha ma'lumotlar berishibdi. O'sha Litvadagi ish beruvchi kompaniya bizga qo'shimcha ma'lumotlar tashlab berdi. Hozir 6 tasini o'qib eshittiraman. Ish kunida bepul tushlik bo'ladi. Ikkinchisi forma beriladi. 23:00 gacha ishlasangiz taksi bepul. To'rtinchisi va diqqat bilan eshitishingiz kerak. Bu talabni biz qo'ymaganmiz. Litva kompaniyasi tomonidan, o'sha ish beruvchi kompaniya tomonidan qo'yilgan. Go'sht bilan ishlashga tayyor bo'lish kerak. Mol, cho'chqa, har xil o'sha ta'mga qarab tatib ko'radigan narsalar bor ekan. Agar bu qadriyatingizga to'g'ri kelmasa, boshqa vakansiyalar chiqadi hali. Farqi yo'q deydigan bo'lsangiz, hozircha bizda vakansiya bor shu oshpazlik bo'yicha. Bu talablarni ish beruvchi kompaniya o'zlari qo'ygan. 5-inchisi hurmat va moslashuvchanlik bo'lishi kerak, chunki ish joyida ko'p millatli xodimlar bor. 6-inchisi va eng muhimi diniy e'tiqod hurmat qilinadi, ammo ish vaqtida mumkin emas degandek qilishdi. Bu ham albatta o'sha ish beruvchi kompaniya tomonidan qo'yilgan talablar.
Bu ham albatta har bir insonni qadriyatidan kelib chiqib, agar to'g'ri kelsa, ishlasin degan ma'noda oldindan ogohlantirib qo'ygan. То есть borib olib turib, menga to'g'ri kelmadi degandan ko'ra, boshida ogohlantirgan yaxshi. Shuning uchun biz so'radik, hamma o'sha plyus minus tomonlarni aytib berishini. Xo'p, bizning xizmatlarga keladigan bo'lsak, umumiy xizmatlar, umumiy xarajatlar 16 million so'mni tashkil qiladi. 7 million so'm shartnomada, 9 million so'm vizaga kirishdan oldin to'lov qilasiz. Asosan shulardan iborat. Xo'p, yangi kirganlar bor ekan. Qaytadan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, Litvada oshpazlar uchun zo'r taklif bor. Restoranda oshpazlik tajriba muhim. Pitsa, sushi, steak, salat, xamir, vok, pasta va boshqalar rus tilidagi texnologik xaritalar asosida pishiriladi. Har bir ovqat uchun aniq retseptlar mavjud. Sifat, tozalik va sanitariya qoidalariga qat'iy rioya qilinadi. Yashash qanaqa bo'ladi desanglar, erkaklar va ayollar uchun alohida joylashtiriladi. Birinchi oy bepul, ish beruvchi to'laydi. Keyinchalik 200-250 euro oyiga o'zingiz to'laysiz. Yashash joyi yoqmasa, o'zingiz boshqa joyda turish imkoniyati bor, topsangiz agar. Hop, keyingisi talablar 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lishi kerak. Erkak, ayol farqi yo'q. Kamida 1-2 yillik oshpazlik tajribasi bo'lishi shart. Oshpazlik bo'yicha diplom yoki sertifikat bo'lsa yaxshi. Sog'lomlik bo'lishi kerak. Bel, ko'z va jismoniy nogironligi yo'q shaxslar bo'lsa, aynan shu talabga to'g'ri keladi. Javobgarlik, toza ish uslubi, zararli odatlarsiz bo'lishi kerak. Ish jadvali grafikka qarab 4 kunga 3 kun, 5 kunga 2 kun, 6 kunga 1 kun bo'ladi. Smena 11-13 soat atrofida. Bir oyda minimal 168 soat, xohlovchilar 190 dan 220 soatgacha ishlashlari mumkin. Stavka soatiga 5 euro netto shaklida. 3 oy sinov muddati, sinovdan keyin ish haqi oshirish imkoniyati bor. To'lov oyiga 2 marta avans va asosiy oylik shaklida beriladi. Birinchi oy avans berilmaydi. Qo'shimcha ma'lumotlar ogohlantirib o'tishgan. Ish kunida bepul tushlik bor, forma beriladi. 23:00 gacha ishlasangiz taksi bepul. Go'sht bilan ishlashga tayyor bo'lish, mol, cho'chqa go'sht ta'miga qarab tatib ko'rish oshpazni ishiga kiradi. Bu ogohlantirish berishgan. Hurmat va moslashuvchanlik bo'lishi kerak. Ish joyida ko'p millatli xodimlar bor. Diniy e'tiqod hurmat qilinadi, lekin ish vaqtida emas. Albatta bu ularning talabi. Bizning xizmatlarimiz, umumiy xarajatlar 16 million so'm bo'ladi. 7 million so'm shartnomada berasiz. Bank orqali, rasmiy ravishda bank orqali shartnoma asosida to'lov qilasiz. Biz qo'ldan qo'lga pul olmaymiz. Qolgan 9 millionni yana xuddi shu ko'rinishda vizaga kirishdan oldin to'lov qilasiz. Menimcha tushunarli bo'ldi. Asosan bugungi jonli efirimiz shundan iborat edi. Kimda agar savollar bo'lsa, biz lichka qoldirganmiz, individualni javob beramiz. Yana qolgan vakansiyalar bo'yicha yana jonli efirlar bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Ajratgan vaqtingiz uchun rahmat.